hovlingizga ko'zim tushib qoldi. Qarasam xotinga qarashib, tog'larga ko'tarib, shipirib, sizdan oldin yashagan odam ham g'irt sizga o'xshagan xotin qo'llaydi. Qo'shnilar eshitib qolsa nima deydi? Xotinni chotinning arasiga kirib ketib yubordi deydi. Sal insof bilan yashang-ku. Shu qo'shnini gapirsam g'iybat bo'ladi deyman-u, lekin gapirmasam ham bo'lmaydi. Ko'chaga chiqdim deguncha ko'zini uzmasdan tikilib qaraydi. Shunaqa insonlar ham bor ekan-da. Chiqib gapiraymikin, ha? Yo'q, qo'ying shunga gapirib o'tirmang. O'tgan safar bitta itini gapiruvdingiz, 4 ta it olib keldi va ikkala asabimga tegadi. Eski bo'lsa ham kichkina domimiz yaxshi edi. Qo'shnilar ham aqlli edi. Shu bizdan oldin yashaganlar ham shu qo'shnidan ozor ko'rganda arzon sotib ketish shekilli-da. Shuning uchun aytar ekan-da, uy olma qo'shni ol deb. Bunaqa narxga aka arzon uy topa olmaysiz. Tezroq javobingizni ayting. Bo'lmasa 5-6 klient bor, olmayman tez sotib yuboramiz. Uy ma'qul-u. Nega uydagilar arzon sotishyapti?